Bugun sizlar bilan ko'rsatish olmoshlari haqida gaplashamiz. Ko'rsatish olmoshlari biror bir predmetning qayerda joylashganligini ko'rsatish uchun. Misol uchun bu ruchka, bu daftar, mana bu o'quvchilar yoki ana u mashina yoki ana ular uylar degan tarjima uchun ishlatiladi. Demak, boshladik. Birinchi asosiy ko'rsatishimiz this is tarjimasi bu, mana bu deb yuritiladi va bu yaqindagi bitta narsa uchun ishlatiladi. Misol uchun this is pen, bu ruchka, this is book, bu kitob, this is car, bu mashina, this is boy, bu bola, this is phone, bu telefon yaqindagi bitta narsa uchun ishlatiladi. Agarda uni eslaringizda bo'lsa, sizga to be fe'li mavzuni o'tganida emas degan tarjimani bizga nima berardi? Not equal emas degan tarjimani berardi. Agarda is dan keyin to be dan keyin bittagina not equal emasni qo'shadigan bo'lsak, emas degan tarjima beradi. Misol uchun this is book, bu kitob, this is notebook, bu kitob emas. This is pen, bu ruchka, this is not pen, bu ruchka emas. This is a car, bu mashina, this is not a car, bu mashina emas. Endi so'roq shakli bo'ladigan bo'lsa, ingliz tilida esingizda bo'lsa, n degan tarjimani beradi so'roq shakli va emizlar birinchiga chiqadi, ya'ni igna oldiga chiqadi. Bunda ham xuddi shunday. This dan birinchiga chiqadigan bo'lsa, is so'roq olma, so'roq hisoblanadi va m degan tarjima beradi. This is book, bu kitob, this is notebook, bu kitob emas. Is this a book bo'lsa, bu kitob m bo'lyapti. This is a pen, bu ruchka. Is this a pen? Bu ruchkami yoki this is a car, bu mashina. Is this a car bo'lsa, bu mashinami degan tarjimani beradi. Keyingisi o'tamiz. Yaqindagi bitta narsa uchun this ishlatiladi. Endi yaqinda agar ko'p bo'ladigan bo'lsa, this ishlatiladi. Demak, bitta bo'lsa this, ko'p bo'ladigan bo'lsa this degan biroz cho'zibroq o'qiladi. Talaffuzi xuddi shunday. This are bilasizmi? Tarjimasi bular yoki mana bular. This is yaqindagi bitta otga nisbatan ishlatilsa, these are yaqindagi ko'p otlarga nisbatan ishlatiladi. Demak, bularga gaplar yozamiz. These are cars, mana bular mashinalar. These are phones, mana bular telefonlar. Buni ham xuddi shunday inkor ikkilan bo'ladigan bo'lsa, bittagina not qo'shamiz, ya'ni emas degan tarjimani beradi. These are cars, bular mashinalar. These are not cars, bular mashinalar emas. These are phones, bular telefonlar. These are not phones, bular telefonlar emas. Mana bu phones bilan. Sorry. Keyingisiga o'tamiz. Agar egadan oldinga emizar yuklamasi chiqadigan bo'lsa, bu so'roq shakli, ya'ni m degan tarjimani beradi. Are these cars, bular mashinalarmi? Are these phones, bular telefonlarmi degan shaklda bo'ladi. Endi sizlar bilan uzoqdagi bitta va uzoqdagi ko'p otlar uchun hozir bittalar bularni ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, davom ettiramiz. Biroz kamerani to'xtatdik. Boyagilarni to'liq rasmga videoga olib daftarga yozib qo'yish esdan chiqmasin. Endi this bilan z haqida gaplashdik. Ular this yaqindagi birlik uchun, those this bo'ladigan bo'lsa yaqindagi ko'plik uchun. Endi uzoqdagiga o'tamiz. Z is degani ana u degan tarjima. Uzoqdagi bitta otga nisbatan ishlatiladi. Misol uchun z is car, ana u mashina, z is book, ana u kitob yoki z is boy, ana u bola bo'ladi. Uzoqdagi bitta otlar uchun ishlatiladi. Misol uchun z is a book, ana u kitob, z is a car, ana u mashina. Agarda o'sha inkorni yasamoqchi bo'ladigan bo'lsak, yana emaslik not bo'ladi. That is pen, ana u ruchka. That is not pen, ana u ruchka emas. Yoki that is not a book, ana u kitob emas. That is not a car, ana u mashina emas. Endi so'roq shakli bo'ladigan bo'lsa, doimo to be degan oldinga chiqadi. Is that a book, ana u kitobmi? Yoki is that a car, ana u mashinami? Demak, umumiylashtiramiz. That is a book, ana u kitob. That is not a book, ana u kitob emas. Is that a book, ana u kitobmi? Bu so'roq bo'lyapti. Endi those o'tamiz. Those bo'lsa uzoqdagi ko'plik uchun ishlatiladi. Tarjimasi ana ular. Z uzoqdagi bitta, those bo'lsa uzoqdagi ko'p bilan. Tarjimasi ana ular. Uzoqdagi ko'plik otlar uchun ishlatiladi. Boshladik. Those are cars, ana ular mashinalar. Those are books, ana ular kitoblar. Yoki inkor shakli bo'ladigan bo'lsa, yana not qo'shamiz, emas degan tarjimani beradi. Those are not cars bo'lsa, ana ular mashinalar emas. Those are not books bo'lsa, ana ular kitoblar emas. Agarda yana nimanidir so'ramoqchi bo'lsa, kimlardir, ana ular mashinami bo'lsa, are those cars, ana ular kitobmi bo'lsa, are those books bo'ladi. Ana shunday. Demak, umumiylashtiramiz. Buni to'liq yozib, daftaringizga tushirib olingiz, esdan chiqmasin. Demak, ko'taramiz. Xo'p. This is yaqindagi bitta narsa uchun. That is bo'lsa, uzoqdagi bitta narsa uchun. Demak, these are yaqindagi ko'p narsalar uchun. Demak,
Zeus A uzoqdagi ko'p narsa uchun ishlatiladi va bu to'rtalasidan keyin ham doimo ot qo'yish, hech qachon fe'l boshqa narsalar kelmaydi. Bulardan keyin doimo ot ishlatiladi.